Domlarga qo'ydik. Rustamjon akamning xonadoniga chiroyli qilib yangi xonadonlar bitkizayotgan ekan. YouTube kanalimizda ko'rib, oshxona mebel zakaz qilganda mana kelib xonadonni o'lchab chiroyli qilib ustanobga qilib bitkizib berdik. Bu oshxona mebelimizni narxigacha, metri bizdan nima bo'lganlarigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, xudo xolasa chiroyli ishlarimizni chiqarib boramiz. Videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa boshlaylik videomizni. Bu oshxona mebelimizni общий razmeri 530 joyga tushdi. Kashtan firmani akrilidan ishlatdik. Ichki korpusga mokriy laminatdan ishlatib berdik. Kashtan oq tagiga mokrisidan aralashtirib, chiroyli qilib fason qilib chiqarib berdik. Bu oshxona mebelimizni chekka tomonida do'q kontur kat yo'li bor edi. Mana kat yo'lini uradik, chiroyli qilib tagi tomonida suv montajlarigacha shkafga o'xshatib tushirib berdik. Ichida uch-uch narsalar qo'ygan ham joyi bor. Bu joyimizda katta xolodilnikga joy bo'ldi. Tevasini ham chuqurgina xona qilib berdik. Katta idish tovoqlar turish uchun bemalol foydalanaveradi. Bu tomonimizda xolodilnikdan olib qochib, to'rxonali gazini qo'yib, рабочий stol qo'yib berdik. Keyinroq to'rg'ashtirgan joyi bor. Bu tomonimizda mo'ykamiz bor, ichi chuquridan qo'yib berdik. Xo'p, to'rtta g'aladan tortmas, ichida patnislari bilan hammasi vakuumli bo'ldi. O'zi torta olaveradigan-da. Xo'p, mo'ykamizning tagida musor paqiri bor. Bemalol narsalar solgani. Xo'p, bu tomonimizda kir mashinani joylab ketdik. Domlik uchun ixcham joyga hamma narsani sig'dirdik. Bu joyimizda qishga kompotka, tuzlamaga mana shuncha 3 litrli bankalar qo'ygani qator etashilka qilib berdik. Xudo xolasa foydalanaveradi. Bu tomonimizda vishilkalarni qo'yib berdik, sochilgani. Kafeli xonadon egasi o'zi bosib qo'ygani uchun kafeli bizdan bo'lmadi. Mo'yka, musor paqiri, hop, taxta kashi, cho'ntak, tagida diod svetlari bor, magnitlargacha qo'yib olib kelib berdik. Mana shu holatda. Teva tomonlarini mana ko'ringlarchi, akrillarni ham chiroylisidan qo'yib, matoviy shushulkalarni originaldan qo'yib berdik, qora. Xudo xolasa xizmat qiladigan hammasi. Xo'p, poldan o'lchaganda balandligi 220 bo'ldi. Bu oshxona mebelimiz общий 530 bo'ldi. Bir pogona metrini 2.100.000 so'mdan qo'yib berdik. Kafeli o'zidaligi uchun. Kafeli bizdan bo'lsa 2.200.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki ustanobgasi bepul. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga ham xonadonlaringizga chiroyli mebel qo'yish nasib qilsin. Videoni oxirigacha ko'rib o'tkazmasdan ko'rganlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu holatda mana Xo'p, bu oshxona mebelimizni narxiga keladigan bo'lsak, bir pogona metri 2.100.000 so'mdan qo'ydik. Kafeli o'zidaligi uchun 2.100.000 so'mdan общий narxi bo'ldi. 10 million so'mga olib kelib o'rnatdik. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib chiqaryapmiz. Xo'p, bu joyimizda tevada karniz qo'shib qolib ketgan ekan. Xudo xolasa kech payt olib kelib qo'yib ketamiz unisini ham.